Xo'p akalar, salomatmisizlar, charchabsizlar, sog'misizlar, mana ko'rib turganingizdek, hozir bugungi sana mana 10 nima oy? 5 nima bo'ladi? May. 10 may kuni mana Andijon, Toshkent shahrida yomg'ir do'di xo'jasi bo'lyapti. Biz o'sha yomg'irlarni tam tiydi desa ham bo'ladi. Video qolmaslik uchun. Hop, oldin aytganman sizlarga, agar bilmasanglar bilib olinglar, men grafitsionerman. Keyin shu sizlarga bir hafta yo buyog'i bitta ish qilmoqchi bo'ldim. Keyin bitta Mavo degan bitta narsa o'ylab topdim. U Mavo degan nomni просто tak anaqa berdi. Meni GPT berdi. Keyin men u nomni oldim. Yandex uzun Yubo marketlarga o'xshagan online marketplace anaqasini qilmoqchi bo'ldim. Nima deydi o'sha o'xshagan bitta marketplace ochmoqchi bo'ldim. Qarasam slishkim anaqalar ko'p. Keyin qamoqchiman hali ham. Orqaga qaytganimda zadniy berish yo'q. Просто nimaga video qolmoqchi. Hozir menga просто sizlarga o'sha ish jarayonini shu video qilib ko'rsatib ketmoqchiman. Mana grafik jarayoni bo'lgani uchun birinchi bo'lib o'zim ishimni boshladim. Sizlarga ko'rsataman mana. To'g'risi, bilmadim o'zimga bo'lgani uchunmi yo boshqa uchunmi bo'lmaydi, prям nolda ideya bor-ku. Har doimgidek yo'q, men olib kelaman, qora qalam. Ishonasizlarmi, men shu kuniga borku, ikkita, 3 ta qora qalam ishlataman-da. Yo'qolib qoladi. Mana mashqqa qo'yib, hozir men buni olib keldim. Istam yo'q, olib keldim, qo'ydim yo'q-da. Hop, gap cho'zmasdan sizlarga ko'rsataman mana. Hozirda 3 xil logo tayinladim. Hop, buni ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib olib birodarlar. Birinchisi namda Udano nima edi? Oti esimdan chiqib qoldi. McDonald'sga o'xshagan shunaqa spat logo. Menga yoqmadi bu ko'pincha. Men bu endi ikkita odamdan bir-biriga qo'l berib turganda o'sha savdo nimalarni beradi. Lekin OLXga tortib ketib qoladigan marketplace bo'lmay qoladi. Nima deydi uni? OLX qanaqa? Eski tuski narsalarni sotishga mumkin bo'lgan nima programmalar nima deydi? Marketplace'lar. Короче, mana shunaqaga o'xshadi ko'pincha menga. Men bu uncha yemagan edi. Keyin mana men bu menga yoqqani nol ekan, bu ham to'lgani yo'q dejigarlar. Mana shu O bor-ku, O'ga nimadir berishimiz kerak edi. Bitta O bir yetimchaga o'xshab qolib ketyapti. Mavo yaxshilab bilib olinglar. Ato mana shu brend o'tib ketdi nimadir bo'lsa, hop. Mavo mana qildim, tam yumshoqlik, hammaga yoqadi, chunki muloyim, yumshoqlik hamma narsa. Keyin buni nimasi yoqdi menga? Nimasi yoqish shart emas menga. Sizlarga keltirib berishim shart emas. Просто yoqdi. Nimasiligini bilmayman. Yoqdimi? Lekin to'luvmasda. Shuni o'ylab turibman. Mana shu O'ga bo'lmasam M'ga bo'lmaydi baribir. O harfiga nimadir ideya qilishimiz kerak. Mana miyamga nima kelyapti? Qaranglar. Hozir sizlarga kichkinagina qilib tushuntiraman. Mana miyamga mana. Hop. Nima edi? Kech bo'ldi jigarlar shunga. Bilasizlar, doim kech bo'lganda ishlab qilaman. O'sha kech bo'lgani uchun o'sha ozgina miyalar qotib qoldi. Mana ko'rasizlarmi, o'sha tepada chiqib qoldi hamma. Bu kerak emas, chunki men harfiga rosa qidirdim nima. Xo'p, nima qidiryapman o'zi? Marketplace logo.
Mana hammasida savat. Tushunsizlar? Savat, sumka, savat, sumka, savat, sumka, savat, sumka. Nu bizni nimadir yengil o'tib qilishimiz kerak bo'ldi, tushunsizlarmi? Yengilin do'da hujjasi. Men marketni qaranglar mana buni. Çok güzel logo diyamayman, lekin normalniy. Kimdir yig'ladimi sizlarga eshitildimi? Evet, Mart. Konkretniy kimdir yig'layapti, men tushunmayapti. Men eshitmayapti. O'tirganimda yelkamdan keldi. U kichkina bola, ko'zlari qon. Hop, davom etamiz. G'alati ovoz eshitdim o'shanga. Xo'p, короче, nima qilyapmiz bu yerda? Dizayn qidiramiz konkretno O harfiga. O harfiga tushib ketadigan. Yo'q edi. Ideyani emas, ideyani qora qalam. Ona. Ana men O harfini ko'rsam, to'xtaylar sizlarga. Bu normalniy kursdi. O harfini ko'rsam, mana. Hop, короче, kelgan ideya mana O harfini ko'rsizlar. Shu O harfiga tam no savatcha qo'yarsiz. Mana shu O harfiga mana mana shu tike no savattimno ani ushligani bo'ladi-ku, itarib yuriladigan. Shunaqani qo'yarsiz tam. Kamera nimaga vijilyapti desanglar, mana bilmayman nimaga vijilyapti, lekin vijilyapti. Hop, nimaga vijilyapti? Menga qarang, nimaga vijilyapti? Okey, nima vijillashi bu? Все, короче, okey, ko'rasizlar, to'g'rimi? Ko'ryapti, normalniy. Zakrit. Qaranglar. Mana mashitda mana O harfiga voy. Ay, короче, men ko'rib olay o'zim mana mashtiga, buni savatcha qilamiz. Просто men o'z qalamni topib kelishim kerak. Astag'firulloh. Hop. Siz beraman sizlar. Qalamni qayerdan topdingiz, Abdullaga ketsanglar. Просто partani chetirani sevib qo'yganman-da. Partani chetirishni sevdimda, yonida turgan ekan. Endi ko'zim olmazda, almaz bo'lib shunga. Hatto bo'lmayapti sizlar. Hop. Sizlarga ekranni yoqib bersam, nimadan idea olib tashayotganimni. Tirq qo'yamiz. Mana shuni hozir O harfiga qilamiz, tushunasizlar? O harfiga chizaman buni. Faqat chizuvda ham chizuv bor-da. Akalarning qo'li gul emas, chizishni qiqratmayman. Lekin qo'ldan kelgancha qilaman. Hop. Ideyani qarasanglar, hozir keldi, ko'ring. Bo'lsam 2 kundan oshiq bo'ldi. Buni chizib qo'yganimga bo'lgan. Ezdiku. Absolutnie так, вот так. Nima bo'ladi? YouTube'ga. Вот так demasin menga. Wo. Akalar rasso, astag'firullah. Nima bo'ldi? Вот так. Qora qalam. Hamma narsani o'zi yig'ib oldimga qo'yib olishim kerak edi. Shoshilib qo'yaman-da, ishonsizlar. Xabar bo'lmasanglar shunda kamerani o'chirib borib olib kelishim mumkin, lekin o'zim ham berayotganim sababli sizlarni ham urintirmaganimdan. Ikkita g'ildiragini ham qo'shib tashlasak nima bo'ladi jigarlar? Do'da emas, pro do'da bo'ladi-ku.
o'ligi bilamoqda. Hech kim samniyani qo'ygani yo'q oxir pligiga. Nima bo'ldi вот так. O'zi og'izda ashlaydi. Ana qilmaydimi YouTube? Nima so'ramaydi manaqa. Nima edi shunaqa garchi tushundinglar to'g'ri? Problema yo'q. Yozib olaylik kommentariyaga. Уже bu 10-video bo'lasizlar hali yo'li. O'lgan payt pichga yiqqanim yo'q. Lekin qanaqa qo'lim guli. Ozgina o'chirishli joyi bor, ostiga ko'rsataman. Mana qaranglar. Nu bo'lmasam qora qalam olib kelishim kerak ekan deb sizlarga ko'rsataman hozir qaranglar. Ochib olaylik kamerani katta qilib sizlarga ko'rsatishim kerak, to'g'rimi? Bu noto'g'ri emas, to'g'ri. Endi qaranglar. Xo'p. Sirabani ketmasligi uchun ko'rik qo'ydim deydi. Dedan qilib ko'rsatayım mana. Qarang qaranglar. Bu yerda sal-pal o'chiradigan joyi bor, tinu ko'rinmayapti kameramda baribir. Qaranglar mana hammatida ozgina bilan chiqib qolgan-ku, mana shu ozgina bo'ladi. Yig'ildiringlarni sal uzamiz. Nima dedinglar? Akalar qo'li gul emas, просто gulvachchada bor-ku. Ko'ryapman buni do'daligi. Ham tepada ikkitani yopamiz. Sevitdim, no. To'g'rilaymiz mana hamma ko'rasizlarmi? Düşüyor oğlum. Ucumamın koruman neydi ama o gitti de hayvaladı. Ucum yiyem o kaplege soboldu de onu. Yaman çötkim oldu. Uz kamera yok kalmıyor. Bilmem ne kadar kattan ilham gibi oldu. Uçup. Yetib. Buni endi ala kamera o'chirgandan keyin, videoni o'chirgandan keyin qilib tugatib qo'yaman. Keyingi videoda ko'rasizlar buni. Keyingi videogacha Cloud bilan ishlab programmani ham 0 birinchi qadamini qo'yib qo'yamiz. Ozgina bir vizuali, ham dizaynlarini to'g'rilash kerak bo'ladi. Unda demo variant bo'ladi. Birinchidan shunaqalarni ozgina u yoq qilib olamiz. Keyin daholisi yaxshi bo'ladi. Xo'p, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sizlar bilan endi nima o'yin o'ynasam ekan? Bu yoqni yig'ishtiramiz, buni olamizda. Bizda yangi o'yin bor etgancha. Sizlarga aytgandim, aytmaganman kamida, to'xtanglar. Bu kamerani qayerga qo'ysam, mashitga qo'yaymikin? Da. Cho'tki bo'ladi. Mana. Prison